Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda video montaj qilishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun Play Marketdan biz inshoot dasturini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu dasturni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, shuni ichiga kiramiz. Mana bu yerda video, foto collection bor. Bizga hozir videolardan video montaj qilishimiz kerak bo'lsa, demak, mana buni bosamiz. Agar rasmlardan video taxlamoqchi bo'lsak, buni va collection rasmlardan kolleksiya taxlamoqchi bo'lsak, buni bosamiz. Demak, azizlar, hozir bizga video kerak. Video montaj qilish kerak. Demak, bu yashil ichidagi plus bosamiz va bizga videolar chiqarib beradi. Bu yerdan tanlaymiz videolarni. Mana azizlar, va yashil pitichka, o'sha yashil dumaloq ichiga oq pitichka bor, shuni bosamiz. Mana bizga qo'shib berdi videolari. Buning ovozini yo'qotish uchun bu yerga volume degan joy bor. Mana shuni tortamiz, ovozi yo'qoladi. Mana yana bitta narsani ko'rsatib o'tay azizlar sizlarga. Mana bu joyi qo'shilgan, video qo'shilgan joyni bildiradi. Demak, har bir video qo'shilgan joyda ovoz bo'ladi. Hozir hamma videolarning ovozini o'chirib chiqamiz. Har bir qo'shilgan video butunlay ovozi ketmaydi. Shuning uchun hozir shu joyga o'tganda yana volumega kirib ovozini olib tashlaymiz. Mana azizlar, oxirigacha tortamiz, pitichkani tortamiz. Yana mana qo'shilgan joyiga ovoz keladi. Va yana volumega kirib ovoz tortib pitichkani bosamiz. Bu yerga ham shunday. Ovozini pasaytiramiz, olib tashlaymiz. Demak, ovoz ketdi. Endi bunga qo'shiq qo'ymoqchi bo'lsak, agar qo'shiq qo'yishni maslahat bermayman, chunki o'zingiz yaratgan videongiz baribir yaxshi. Baribir sizga qo'shiqni qanday qo'yilishini ko'rsatib o'taman. Demak, audioga kiramiz, musikni bosamiz va bu yerdan mana bular galereyani qo'shiqlari va mana bu joyga kirsangiz videolarda saqlanib qilib qo'ygan qo'shiqlarni chiqarib beradi. Demak, bizga hozir galeriyadan olingan qo'shig'imiz bor. Shahzodani qo'shig'i bu. Mana shu plusni bosamiz va bu yerda ovozini pastlatadigan volumega kiramiz. Yana pastroq qilib qo'yamiz ovozini. Bizga uncha baland kerak emas. Ana pitichkani bosdik. Ana pastgina ovoz qo'yib oldik. Endi azizlar, bunga effekt bermoqchi bo'lsak,
Mana bu joyini bosamiz, effektni bosamiz. Mana shu joyini bosamiz, effekt. Yana effekt bosamiz. Mana shunaqa joy, shunaqa effektlarni chiqarib beradi. Bittasini tanlaymiz, masalan, mana buni tanlasak, mana videomiz mana shunday qilib beradi. Buni bossak, mana bunday qilib beradi. Bitishkani bosamiz. Yana bu yerda Canvas degan joy bor. Siz Instagram uchun, TikTok, YouTube uchun taxlashingiz mumkin. Hozir bizga Instagramga video qo'ymoqchi edik. Instagram tanladik va bitishkani bosamiz. Demak, bu yerdan stikerlar qo'yishingiz mumkin mana. Lekin bizga kerak emas, o'rgatish uchun aytib o'taman. Mana bu misol, bu yerdan kichkina qilishingiz mumkin, kattaroq qilishingiz mumkin. Bizga kerak emas uchun X-chani bosamiz, kerak emas, o'rgatish uchun bu shunchaki. Mana izlar, stiker qo'ysangiz bo'ladi. X-chani bosib tashlaymiz. Demak, bizga hozircha kerak emas, tekst yozishimiz mumkin. Salom, bahor deb. Va mana bu joydan ranglarni tanlashimiz mumkin. Mana qora qilishimiz mumkin, qizil qilishimiz mumkin. Har xil rangda o'zgartirishimiz mumkin va tanlagandan keyin bitishkani bosamiz azizlar. Buni pastga tushirsak ham bo'ladi. Mana bu salom, bahor deb yozilgan. Mana shuni azizlar tortamiz oxirigacha. Mana videomizni oxirigacha salom, bahor deb chiqib turadi bu. Mana azizlar, demak, yana ko'raylik. Mana bitishga bosamiz. Har bir qilgan ishimizni bitishga bosmasak saqlanib bo'lmaydi. Mana bu joyda mana inshoot degan yozuv chiqib turibdi. Inshoot tepasida X-cha bor. Shuni bosganimizda inshoot yozuvini yo'qotish uchun shu X-chani bosamiz va free remove. Mana izlar, shu inshoot yozuvi yo'qoldi. Demak, bu yerdan agar videomizni tezlatmoqchi bo'lsak, speed deb bosamiz. Mana speed deb yozilgan. Mana oxirgacha tortdik, chunki videomiz juda sekin olingan. Va bitishkani bosamiz. Ko'ramiz. Xo'sh, azizlar, endi qirqish kerak bo'lsa, mana split bosamiz. Mana split bosamiz. Split bosamiz. Mana qo'limiz bilan bitta bosganda shu chegaralab beradi qirqiladigan joyini va udalitni bosamiz. Mana ketdi.
va mana bu mask degan joy bor. Bu yerda har xil qilishingiz mumkin videolarni. Dumaloq, yurakcha, tomchi va mana bunday holatda qilishingiz mumkin. Lekin bizga kerak emas bu. Demak, bitta orqaga qaytamiz. Mana o'zini asliga qaytdi. Endi videomiz tayyor bo'ldi. Demak, qo'shiq qo'yishni ko'rdik, ovozni yo'qotishi, video tezlatishi, stikerlar qo'yishi, tekst yozishi, effekt berishi. Effektni mana bu yerdan beriladi effekt. Mana yulduzcha effekt, yana effekt bosamiz, mana effektlar. Keyin pitichkani bosdingizki, shunday. Mana sizlar yana effekt bermoqchi bo'lsangiz, yana shu effekt bosasiz. Mana silkitib beradi bu. Mana silkitib beradi. Pitichkani bosamiz. Bunday yaqinlashtirib keladi. Pitichkani bosamiz. Xo'sh, yana effekt. Mana bunisini shuni bosamiz. Yana effekt. Yana effekt bosamiz. Bunisini bosaylik. Shuni bosdik. Mana pitichka. Bunday pitichka qilamiz. Xullas, shunday qilib videolarimizni chiroyli qilib taxlab olamiz. Azizlar, videomiz mana tayyor. Buni endi eksport qilishimiz mumkin. Mana eksportni bosamiz. Ortiq depozit Mana azizlar, bu saqlanib qilib galereyamizga ko'chirib berdi azizlar. Mana shunday qilib video yaratsak bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.